Odamni yoshgina yigitchani boshidan o'tgan narsalari hammasini o'qisangiz yig'lamasdan ilojingiz yo'q. Ko'zingizda yosh bilan o'qiysiz. Hatto o'sha bibliotekachi, kutubxonachi ayolning o'zi ham aytgan, devorlarga yozib tashlar ekan qamoqxonada. Ko'mir bilan yozar ekan, har kuni ertalab yuvdirar ekan o'ziga. Keyin tashqarida kutib turgan mahbuslar yomon ko'rar ekan uni. Chunki sovuqda turishadi-da. Bu har kuni devorga yozadi she'rlarni yuvadi. Umuman nazoratchilarda hammasini fashist degan. Gaplashmagan birovlar. Umuman. Senlar fashistsan, senlar bilgan o'zini nima o'qishini. Millatimizni gullarini qilib yuborishgan. Va Usmon Nosir degan bir odam bir yuragingda bir og'riqsiz gapira olmaysan shuni. Eng yaxshi ko'rgan shoirlarimdan bittasi. Eng go'zal she'rlarini hammamiz bilamiz endi o'qishini. O'sha yurak sensan mening sozim yoki darda uzilib ketsam unutmas meni bog'im. Naqshon dostonida bor. Kipriga ko'ksiga soya solgan qiz. Men bir bebaho betakror shoir bildim. Men o'ylaymanki, bizni hozirgi yoshlarimiz eng avvalo o'sha millatning gullari bo'lgan Qodiriy bobo, Usmon Nosir, Cho'lponlarning hayotini yaxshi bilmasdan turib, qo'liga qalam olmaslik kerak. Ularni chetlab o'tib, adabiyotni umuman qo'lga olib bo'lmaydi. Yozishni bilmaydi.